Assalomu alaykum. Mana bugun 12 noyabr 2025-yil. Bemorimiz, ikkinchi bemorimiz, ya'ni bo'yin murtqa osteoxondrozi S3, S4, S5, S6 umurtqalarni disk churasi, bemorda myelopatiya, ya'ni bemor yurishi qiyin, ikkala qo'llarida uyushish, kuchsizliklar bor. Bemorda bugun mana ikkala diskni, ya'ni 3-4 va 5-6 umurtqalarni total disk ektomiyasi kej yordamida fiksiyatsiya qilish operatsiyasi o'tkazildi. Operatsiyamiz 2,5 soat bo'ldimi? 2,5 soat davom etdi. Ya'ni bu 2 soatlar davom etdi. Ikkita disk tozalash uchun. Bir vaqtda o'zida ikkita disk tozalab, kej qo'yildi. Miskalar tiklandi. Bemorda myelopatiya ham boshlangan. Bu 5-6 bo'yin murtqa sohasida. Xudo xolasa bemorimizda operatsiyadan keyingi reabilitatsiyalarni to'liq davom etkazadi. Sekinlik bilan bemorga yurish tavsiya qilinadi. Operatsiyamiz yakunlandi. Qanday?